Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonlimisiz? Nechiksiz? Sog'liq. Bormang. Ha, bor. Ha, akam bo'lasiz. Topa olamiz. Qayerdansiz? Qoraqalpoq. Nima ish qilasiz? Mana obunachilarga bir Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Hammangizni hayit bayramlar bilan keltirgan sizlar ham. rahmat. Hayitlar bilan muborak bo'lsin. Obunachilar rozi bo'lasizlar. Tashlagan pullaringizni. Va hammangizga nasib qilsin shunday kunlar. Qachondan beri o'yinga qatnashasiz? Dekabr oyidan xudo xolasa. Dekabr oyi. Ha. Bundan oldinga biror mayda-chuyda yutuq chiqdimi yo hech chiqmadi? Yo'q, chiqqan. Birinchi olganda bitta bilet olganman, 100 ming chiqqanda. Shundan keyin qiziqib o'ynab boshlaganman. Kimdir 1 yildan beri qatnashadi. Hech nima chiqmaydi, Chiqmagan, aytadi, bu bo'lmagan o'yin deydi. Yo'q, bu omad. Действительно omadda bu, omadga bog'liq. Mana do'stlar, kecha kunduzi 3 kun bo'ldimi, 2 kun bo'ldimi bilmayman, kalla ham bu yerdan bo'lyapti, ko'ryapsiz-ku, bu yerdan ketilyapti, bu yerdan olyapti, bu yerdan berilyapti. Akamizning sovg'alarini topshiramiz. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin, Xudo xolasa, yaxshi kunlarga buyursin, to'ylarga buyursin. Endi bu omad, kimdir to'y qilaman deydi, kimdir joy qilaman deydi, kimdir albatta mashina olaman deydi. Hammaga shunaqa kunlar nasib qilsin. Ro'za Ramazon oyida tepada ko'rib turibdi, o'yin to'g'ri akalar, qolgani bekor. Salomat bo'lasizlar, hammaga shunaqa kunlar nasib qilsin. O'zi qaqraz to'y qilishim kerak-da, 4-ga ketib Hammasini boryapman. ko'tarmasa ham bir chekasini bir shunday qilib ko'taradi. O'ylamaysiz. Mana to'ylarga bilasizmi, niyatda bu, niyat albatta. To'yga o'zi Xudo yetiraman deydi. Shunday. Yetiradi. Yo'q joydan bir nima deydi? G'oyibidan ber deysiz. G'oyibidan bersa bu boshqacharoq bo'ladi albatta. Biz sababchi xolos. Salomat bo'lasizlar, hammaga omad tilaymiz.